16. qism. Dilyar bilan Zahida chunqur xiyollarga cho'kkan holda bog'cha ichida jimjit mangmoqda edi. Dilyar, sizmi his qilgansiz? Hozir Shernay qismat xotirasini yo'qotgandek qilib turdi. Doktormu yiliq kuni shundoq deyotgan. Bizning qahvaxona ichida deyishgan so'zlarimiz uning qalbida faqat qolmabdi. Ammo menimcha bu bir vaqtlik hodisa bo'lishi mumkin. Uning sezgisi hamon asliga keldi. Mening bir psixolog tanishim bo'lgan. Uningdan so'rab baqdim. Uningda bunday ikki xil ehtimollik bor bo'lishi mumkin ekan. Biri uning qalbisidan chiqib ketgan o'sha halqiliq suhbatlarning biri bo'lsa, endi Shernay bir umr esig ololmaydi ekan. Uning hozirgi sezgir holati, sizning uni yaxshi ko'rmaydiganligingizni aniq aytgan chog'dagi so'zlaringiz uning qalbisida saqlanmay, faqat ikkilarning qizg'in muhabbatlashayotgan bosqichda turayotgan vaqtida uning sezgi bosqichida ketib to'xtab qolgan bo'ldi ekan. Hatto uning balki uzun vaqtlargacha davomlash ehtimoli bor ekan. Lekin uni faqat mundaq bir oldingi shakl kontrol qilib turadi ekan. U bo'lsa-mu, siz faqat uningga izchil kuyinib, mehr ato qilib, muhabbatingizni olmay qayg'ishlab turganingizda u dal mushu sezgi bosqichida turaverdi ekan. Ammo u sizdek bir yaxshi ko'rgan yigit tarafidan o'zi xohlamaydigan bir so'z harakat yoki muomalaga uchrasizlar, uning qo'l jarohatlari ochiq qilib aytsak, qahvaxonada sizning uningga degan barliq so'zlaringiz ham shu jarayonda darrov uning esiga kelib, xotirasi biroqli ichilib ketadi ekan. Undaq bo'lganda uchimiz o'tirisidagi hamma ishlar oshkorlanib, bu ishda yangi biz ikkimizning haqiqiy bunaqar ishkanligimiz jamiyatga oshkor bo'ldi. Uning ustiga siz hozir to'nlayotgan yosh naqshchi, ya'ni kelib bu vaqtdagi o'zak so'zlarni oz bo'lmasligi, tarqalishim tez bo'lishi mumkin. Shuna demakchi bo'lganingiz, tayinliq bo'lgandek Shernayni bir umr olib ketayli. Meni sizga bo'lgan haqiqiy muhabbatimga saqlab qo'yayli demoqchimisiz? To'g'ri deysiz. Ko'z oldimizdagi reallik dal bizni shunday qilishga majburlayotdi. Bundan boshqa amalimiz yo'q. Mobodo men zo'r qadam qo'ygan taqdirdami, tuyuqsiz uni xotirasiga ichilib ketsa, o'chadi qanday qilamiz? Buning oldingi sharti uni birdan-bir kontrol qiluvchi muhim omil, ya'ni siz Dilyar. Sizning uningga bo'lgan haqiqiy mehr-muhabbatingiz chin aqidangiz. Uning ko'ngil jarohatlari faqat sizning tarafingizdan qidiqlanmasa, u mangu hech narsani esiga olmaydi. Mobodo biz yangi ko'ngilning kayni kiraversak, endi u o'zini bir qitimliq mashinaning oldiga tashlab olish bilan to'xtab qolmasligi mumkin. Demak, men o'z hissiyotimni ang tash yuraklik bilan yana bir qitim muhabbatsiz hayotning kulbatli tuproqlariga o'z qonimdan ko'milganman-da. Undaqda mening keyingi hayotim butunlay o'likdek ma'nisiz o'tadi. Meni kechiring Dilyar. Hamma gunoh menda. Men yilqi chaqda aslida qush to'qiniga bormasam bo'pti ekan-ku. Shundoq bo'lganda biz ikkimizni uchrashmaydi. Ham keyingi ishlarni yuz bermaydi. Men rostdan shu tabiat bir o'xshayman. Men chin dilimdan yaxshi ko'rgan jasurman. To'yimiz bo'lib 3-kunla qazo qildi. Yana mening sababimdan Shernay o'zining mashinaning ostiga tashladi. Yana mening sababimdan bugun siz yana bir qitim baxtsizlik mutlaq bo'lish oldida turyapsiz. Aslida mening baxt yulduzim ta'tir bir qiz o'xshayman. Yo'q, undaq demang. Aslida siz baxt uchun yashagan bir nozik qizdingiz. Hamma qizlardan o'ta hayotingizning haqiqiy bir baxt fayzini surishga tamoman munosibdingiz. Bo'libmi, sizning vujudingizdagi yushirin muzika boyligi haqiqatan qimmatli edi. Saida, men sizni haqiqatan yaxshi ko'ratdim. Sizni bir umr baxtli qilish tamoman qo'limda keladi. Mana endi sizning armonlar ayrilib ketadigan bo'ldim. Bo'pti. Men faqat o'zimni o'ylab, sizni ashu qiynata ham qiynapingizning oldida yana xatolik botqiga potirsam yaxshi bo'lmoqdak. Men dilingizning azor yeyishiga haqiqatan chidamayman. Shunga meningmi endi sizni qayta yana bir qitim azob dengizga ishtiradigan huquqim yo'q. Shunga yana talaysizligimga tan berishim kerak o'xshaydi. Ko'nglimni tushunganingizga rahmat. Siz haqiqatan yaxshi yigit. Men sizning mush olajanoblig'ingiz uchun sizni ko'nglimda bir umr hurmatlayman.
Zahida so'zlarini deb bo'libla orqasiga burilib ketib qoldi. Dilyarning dili azoblangan holda uning orqasidan talmurib qarab qoldi. Karvatda yotgan Shernayning ko'zlari uyquga ketgan bo'lib, bu vaqtda mas'ul doktor uning yeniga kirib keldi. Ondan qo'ldagi diagnoz natijasi qarab turib, turg'unga dedi. Biz dastlabda bu qizning mingisida ig'ir darajada silkinish bor bo'lishi mumkin deb farz qilgandik. Hozir ahvoldan qaraganda mas'ul cho'ng emas ekan. Biroq yot qismidagi sunuq biroz ig'ir bo'lgach, yana bir mezgil yaxshiroq davolanish to'g'ri keldi. Qizim kasbiy usulchi edi. Uning usul mahoratlari shundoq yaxshi edi. Biroq bir usulchi uchun uning putidagi bu sunuq tozma qarshilik qilgan bo'ldi-da. Bizning hozir davolash texnikalarimiz ilg'arib ketdi. Siz g'am qilmang. Bir mezgil yaxshi davolansa, u yana sahna hayotini boshlasa bo'lardi. Mehmonxona uydan yiqimliq bir usul muzikasi yangrab turadi. Kesaldan sallamaza saqaygan Shernay kangri mehmonxona uyda muzikaga keltirib usul o'ynamoqda. Bu chaqda usti qavatdan tushayotgan Zahida Shernayga qaradi. Muborak bo'lsin singlim. Usullarimiz qilchilik chanmaydi ekan. Mana amdi sahna hayotingizni qayta boshlaydigan chaqlarimiz keldi. Rahmat sizga yenge. Siz doimini rag'batlantirib turdingiz. Bo'lmasa men mashina vaqasidan keyin tugishib ketgan bo'lardim. Siz bo'lsangiz men qayta nasihat qilib, ma'rujat, ilhom va madad bo'lyapsiz. Men ilmi sizga ko'p rahmatimni hamda minnatdorligimni bildiraman. Siz o'zingizga ko'p g'ayrat qildingiz. Hayotga, yashashga bo'lgan umidvorligingizni bo'shashtirib qo'ymadingiz. Shunga qarang, mana keslingizmi tezla saqayib ketdi. Yaxshi tilaklaringizga ko'p rahmat yengam. Biroq sizga deydigan bir so'zim bor edi. Desam bularmi bo'lmasmi? Qani, qulqim sizda. Nima gapingiz bo'lsa menga davering. Hargiz taltinmang. Yenge hozir Dilyar turib o'zgarib oldi qarang. Men burunqidek yaxshi muomala qilmayotdi. Qanday qilsam bular? Bu mumkinmi Shernay? Siz mashina vaqasida putim bir oz zaxmiga uchragandan keyin u meningdan chiniyotdi deb qaramayotgansiz a? Dilyar fazilatli bola. U hargiz unday qilmaydi. Siz o'zingiz ortiqcha o'ylab ketgan o'xshaysiz. Yo'q yenge, mening hozir ortiqcha o'ylab ketganim yo'q. Shuma uning ko'nglida boshqa birsi bormi deb gumon qilyapman. Ayting, uning ko'nglida zot kim bor ekan? Uning ko'nglida kimning borligini hozirgacha bilmadim, biroq mening nazarimda faqat men chin ko'nglimdan yaxshi ko'radigan yigitga o'xshamayotdi. Xuddi men majburlab qo'ygandek, majbur holda mening olimdan xabar elayotgandek loyis qilyapman hozir. Buni qandoq bir muhabbat tegil bo'lsin deysiz? Shernay, siz to'limi go'zal ham oq ko'ngil, sizni Dilyarga o'xshash bir yigitning yaxshi ko'rmasligi mumkin emas. Sizning Dilyarga bo'lgan haqiqiy saf muhabbatingiz hamon bir kuni uni ta'sirlantirmay qolmaydi. Zahida yotoq uyda o'ltirib, o'zining yuyilgan kiyimlarini ratlayotdi. Dal shu chaqda uyning qaysi bir bo'lonlaridan Jasurning Zahida deb chaqirgan ovozi anglangandek bo'ldi. Buningdan tuyuqsiz cho'chib ketgan Zahida ittik beshini ko'tarib qaradi. Dal mushu chaqda koridor tarafdan bir oyoq shapsi kelgandek bo'lib, Zahidani bir oz surbasdi. Zahida vuduqqan holda asta o'rnidan turib, koridor tarafga qaradi va eshikni ochib, koridorga chiqdi. Bu vaqtda koridor tarafdan ig'ir bir oyoq tovushining barbara shiraqlab past tarafga tushib ketgan sarosimlik chapsi keldi. Bu chaqda Zahidaning nafaslari yetishmay, hozirab peshonasidan munchaq tarlar sirg'ib tushib ketdi. U qo'llari titrgan holda telefonni qo'liga oldi. Ondan jiddiylashib turib, kimgadir telefon qildi. Shu arliqda qarish tarafdan Dilyarning ovozi anglandi. Zahida, yaxshimisiz? Bu kechda telefon qilibsiz-ku. Biroq jiddiy ishingiz bormi? Buningdan texim cho'chib ketgan Zahida ichida munolarni o'yladi. Men nima bu oqshomda Dilyarga telefon qilib yuradiganman? Sarang bo'ldimmi nima? Har qancha qiyin ish bo'lsa-mu, uning telefon qilmasligim kerak-ku. Biroq beshimga bundoq bir kun kelganda, mening darrov Dilyarni
esimga olgan zodi nimasi? Men o'zimni bilib bilmay, uni ko'nglimga eng yaqin kishim deb o'ylab qelyapman, nima? Zohida shularni o'ylab telefonning knopkasini darhol besibatdi. Ammo uzun qolmay Dilyar qaytirib, qayta telefon qildi. Bu chaqda texnik qo'rqib ketgan Zohida ishtik telefonni butunlay itibatdi. Zohidaga qayta telefon urib olamagan Dilyar qarshi tarafdan anglangan telefon etik degan so'zlarni anglab xiyolga cho'kib qoldi. Buncha kechda Zohidaga zodi nima ish bo'lganda? Biror jiddiy ish yuz bergan bo'lsa, u menga hargizmi bunday kechda telefon qilmagan bo'ladi. Zodi nima ish yuz berganda? Onun qishga berib qo'ymoya. Dilyar shularni xiyol qilib, ishtik o'rnidan turib, chapinni kiydi-da, orqadan yana to'xtab qoldi. Yo'q. Buni qilsam, u uydagilarning oldida Zoidani qiyin ahvolga tushirib qo'ygan bo'lmoqda. Balki uni telefon knopkasi diqqatsizlikdan besilib ketgandir. Oqshomda uyga borsam, Zoida yeliqim Maryamga asosli ayolning qiyin istiqlariga qoldigan gapi. Dilyar shularni o'ylab, darrov u tarafga berish xiyolidan yaltiyib qoldi. Boya uy ichida anglangan g'oyibona ovoz ham shapidan texchi qo'rqib turgan Zohida yana telefonni ichib, enisi Eldonga telefon qildi. Qarshi tarafdan Eldonning ovozi anglandi. "Voy, acha, ahvoling qandaroq? Buncha kech yo'g'on telefon qilib qopsan-ku." "Jinfukam, Eldon, sening burunla meni bu uydan elib ketish xiyoling to'g'ri bo'lib ekan-to'q. O chaqda men o'zim johillashib ketgil unmay turibdim. Endi o'ylasam, sen haqiqatan shu chaqda menga to'g'ri maslahat ko'rsatib ekansan." "Acha, sen bir ish bo'lmaganda, soat nima ish bo'ldi? Telefon ovozing titrabli chiqotdi-ku. Sen bir ishdan qo'rqib ketdingmi yo menga rost gap qila?" "Yo'q, Eldon, cho'ng ish yo'q. Ammo men hozirgi ahvolda bu uyda davomli turaversam muvaffaq bo'lmoqdek. Shundaqmi? Men shundaq o'ylab qoldim. Chunki Jasur akamni tugab ketganga 2 yildan oshdi emasmi? Bu kechda seni sevib o'ltirib, tuyuqsiz bu xiyol ko'nglimga kechdi. Shunga yaxshi o'ylabsan, acha. Hamda o'yliklar bilan bizning hech qanday tuqqandochilik munosabatimiz qolmadi. Agar xohlasang, men adil seni og'il boray. Sen tayyorlig'ingni puxta qilib, meni saqlab tur, ma'qulmi? Zohida telefonni qo'yayotgandan keyin uy ichida xiyol bilan u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Hozir ko'z oldimdagi eng muhim ish men o'zimni qattiq kontrol qilib turib bu uydan darhol ketish. Chunki shu topda men Dilyarning ixtiyorimda sirt yaxshi ko'rib qolgandek turibman. U menga bu hayot yo'limda yana bir qitim chaqnagan omad yulduzimdek bilinadi. Uni ko'rsamla, uning vujudidan Jasurning qomati, mehribonligi ham jalbkorligini his qilgandek bo'lyapman. Har qitim uning bilan uchrashganimda yoki u mening xiyolimda zohir bo'lgan shu daqiqalarda yuraklarimning bu qadar hayajonga cho'mib ketishi Shirnoy ham bu uydagilar oldida eng cho'ng jinoyat emasmi? Bu oshkor holda Shirnoy qilgan yuzsizlik emasmi? Bu jahondagi odamning qilib bo'lmaydigan eng ajallik ishini mana men o'zim qilgan bo'lmabdiman. Yana bu uyda davomli turaversam, Dilyar yana Shirnoyga ko'ngil beramasligi mumkin. Undaqda men bu uydan darhol ketib, Shirnoy bilan Dilyarning ko'proq birga bo'lishiga, ularning bir-biriga asta-asta mehri o'tishib, ijil inoq bo'lib ketishiga sharoit yaratib berishim kerak ekan. Mening bu uydagi qadamlarimni dal mushayat oxirlashgan o'xshaydi. Biroq nimani qilgan bilan men yana qiynab ham singlim Shirnoyning rostini yaxshi ko'ratdim. Chunki ularning vujudida o'zim yaxshi ko'rgan ashu Jasurning qiyni ham yetpurqi botdi. Men ularning shu vujudidan Jasurning siymosini his qilib, yaralangan bu yuragimga bir oz bo'lsin taskinlik tepib, yashab o'tishga rozidim. Biroq mening bu shirin orzularim
Маңа тәвә болмайдыған оқшайды. Мен кетей. Әң илачсыз, әң беқовыл халатта Cəsurның mehri purab turğan bu söyümlük aildim. Zadi ketey. Әмді mən ketiş aldıdı bu öydügilərgə nima dəb, qandaq səbəblərini közləmənə. Bu öydügilərinin heç qaçan mənə yüz keləməkdək bir işlarını qılıb baqqanı yoxqu. Şirinay şunçilik ah köngül, həm sadda. Qaynata mehriban, dili yumşaq bir adam. Qaynapamğa gəlsək, Oma bir şürki qattiq zedi bo'lgan ilojisiz, ammo to'limi bechora bir ona. Uning menga ba'zida qattiqlik qilib qo'yganini tushunishga bo'ladi. Mubada uning o'rnida men bo'lib qolgan bo'lsam-mu, ana shunday bir oz rahimsiz bo'lib qolgan bo'lardim. Chunki mening sababimdan u o'zining jonijon o'g'lidan ayrilib qoldi. Yurak bag'risidan ayrilib qoldi. Yana shu mening sababimdan Şu bir tal şigana qizi özünü maşının astığı taşlayıp ilişki mecbur buldu. Mubada men bu öyden ayrılmasam, bu öydeki köngülsizliklerinin ayağı üzülmekte. Şuna emdi, men kitey. Öz öyümge kitey. Bu cahanның işleri her xilken. Aslında men Cesurni bu hayatımның en qimmatli mazmuni hesaplaydım. Onun bilan bir ömür baxtli yaşab o'taman deb orzu qilardim. Ammo bunday baxt bizga bek ozla tava bo'ldi. Go'yo ko'zni yumib oshqichilik bo'lgan shu orliqda o'tib ketdi. Cesur. Hey Cesur. Sen mening hayotimdagi bir baxt yulduzim eding. Mening qalbimda ajoyib unutilg'isiz qimmatli asliliklarni qoldirgan eding. Әмді мен сенің қалбімдегі şu yüksek simayın, qadir qimmetingni özümның hayat yolumdagi bir omat yulduzim hesaplab, qarang'u dilimni faqat sening şu unutulmas asliliklerin orqali yo'ritib, әмді keyingi barliq hayotimni yanıla sening şu mehring bilan qanoat topqizib yashab o'tishni o'zimga bir aqida, nishon qilib tanlayman. Yili ham bu uydan ketganimdan keyinmi Cesur men sen rastlanıp bir ömür bu hayatımga hamroh qilib o'taman. 16 qism oxirlashdi. On 17 qism. Hammaylan atdiganlik nashtiga o'ltirgan edi. Şirinay yanlı xushal holda yili dadisiga, yili opsiga erkilab turib nashti qilmoqda. Zohida bo'lsa, beshni silib, avvalgidekla jimjitla nashti qilyotdi. Shu orliqda uning telefoni sayrab, enisi Ildandan telefon keldi. Ildan, qanday ahvoling fikan? Acha, men aslida Baldurlisini og'il baray deb o'ylagan. Biroq hozir jiddiy bijirmasam bo'lmaydigan bir ish chiqib qoldi. Shuni sen tayyorlig'ini qilib tur. Qo'lim bo'ysila men seni og'il barman. Agar bugun bora olmay qolsam, at cho'qim seni qaytarib kelaman. Muharras acha, sen bir xush xabar. Bizning sanchixonaz koni uy ziminlarimiz chaqilgan bo'pti. Hukumat bizga nurg'un pul berdi-ku. Ham bizga yangi chiroyli uylardan berdigan bo'pti. Sen rastila uydan qaytib kelishni o'ylab yaxshi qilib ekansan acha. Yaqinda men o'qigan kasbimga yarasha yuqori maoshli bir xizmat topdim. Hamda bizmi boy bo'lgan bo'ldik acha. Hamda men seni Shanxay Muzika institutining cho'nglanmari to'xtaman acha. Ma'qul ukam. Amsa shundoq bo'lsin. Qizim, eningizning ahvoli yaxshimikan? U bizning bu uyga kelmaydigani bo'lib ketdi-ku. Inim hozir sal aldirashgan. Eningiz jiqqidi gaplarni qilyotdi-ku. Bizning sanchixonazdagi koni uy ziminlarimiz chiqildigan bo'pti. U shu ishlarni davatidi. Voy, bu bir yaxshi xabarkan-ku. Sizlarning u yerdagi kon ziminlar mana endi hisobsiz boyliq olinadigan bo'pti-da. Qizim, demisimi shu? Hozir hukumatning siyosatlari bak yaxshi bo'lib ketdi. Shahar qiyobtida qayta qurish, yangilar siyosatda o'tirib qo'yilib, Urim shahrini go'zallashtirish chaqiriqi so'zlanyapti. Bu yaxshi siyosat hamma oilalarga baxt ato qiladi. Qizim, yaqindan beri siz yanada biroz judab ketyapsiz. O'zingizni yaxshiroq kutib qo'ying. Qiyni elinga,
Sütün köprek içing. Turg'un shundoq deb Zohidaning piyolasiga sut liqlab qo'yib qo'ydi. Bu ahvolni ko'rgan Maryam eriga qarab toza bir o'miyib qo'ydi. Shernaymo yoshirin holda dadisini masxir qilib, eg'izlarini purishtirib qo'ydi. Zohida yotoq uyda o'zining narsa keraklarini yig'ishtirish bilan band edi. Bu chaqda eshik chekilib, uning yeniga Shernay kirib keldi. Yenge, siz nima qilyapsiz? Xuddi bir yerga safarga mangandek tayyorlik qilibsiz-ku. Shernay, men amdi. Qani so'zlang, siz nima ish qilmoqchi? Bu uydan ayrilib boshqa joyga ketyapman demaydigansiz a? Bu mumkinmi yenge? Siz nega boratdingiz? Qarang, mening shu meg'izlik qilib deyotgan gaplarimni. Siz bu uydan hargiz ketmaysiz-ku. Mubod siz ketmoqchi bo'lsangiz, sizga biz o'zimiz yaxshi bir loyiq tepib, sizni yangidan kelin sifatida uydan chiqarsak bo'ldi. Bo'libmi siz meningdek bir bechora singlingizni tashlab hargizmi ketmaysiz? Shundaqmi yenge? Meni tashlab hargiz ketmang, o'tinib qolay. Mening rostimda tashlab ketkim yo'q singlim. Biroq nima u biroq deganingiz? Bu degan sizning mangulik uyingiz. Navbat siz to'y qilishni xohlamasangiz mayli. Dadam opamlarning sizni bir umr boqquchilik bor emasmi? Ular meni qanday kun ko'rsa, sizmi shundoq kun ko'rib, hammamiz shundoq yaxshi yashayveramiz. Biroq men o'zimni misol qilib aytsam, qiz bola degan to'y qilmasin bo'g'dek. Rostli faqat ma'nosi yo'q ekan. Sizga yana bir ish bo'ldimi? Yilqi kuni men sizga Dilyarning ko'nglida boshqa bir sipo o'xshaydi degandim-ku. Bu gap rost o'xshaydi-jumi? Siz yana nima deyapsiz? Men qarsam Dilyar ishqinlab bir obdan o'tyapsizlar-g'ana. Qarmoqqa shu obdan o'tayotgandek ko'rinmas, ammo Dilyar mening qishimda o'ltirsimi, xiyoli boshqa joyda, boshqa birsini sig'inayotgandek qiladi. Ba'zida u menga shunchalik tushkunlashib ketgandek, xuddi men majbur holda yenimga tortib olgandek his qilyapman. Bo'libmi mushkullar ishkimiz bir yerga kelsak, u menga tuzukmi chiroy yoshmaydi, qopoqlarim turuk, burunqidek qizg'in bo'lmayotdi. Uning ko'ngli mendan pek yiroqlab ketdi, nimalarni o'ylaydiganligini faqat bilmadim. Ammo shu uning holiga qarab pekli meningmi ichim og'riyotdi ba'zida. Sizningcha men qanday qilsam bo'lar? Balkim ish emasligingiz mumkin. Qarang, yilqi kuni uning tushgan holatiga qarab, sizga nima bo'ldi, nima ish qilmagan bunday muomala qilsiz deb bir yig'izli gap qilganini bilmay qarang. U nima deb javob berdi demamsiz? Xuddi jo'ylagandeklar vaqirab ketdi menga, men shunday bir sarang bo'lsam mushkun qalamdim deb. Shunga bak ko'nglim yerim bo'kitib bordi yanga. Uzoqda nima deyini ya? Men o'ylashdim, bu qitim mashina ostida qolsam hargiz hayot qolmayman, hech kim mendan umid kutmasin. O'lib tugim gitsa bo'ldi qolmayman. Jinim singlim, bundoq azoblanmang. Meningcha sizni bundoq azobga qo'ygan Dilyarni biz hammamiz kechirmaymiz. Agar siz xohlasangiz, men sizning bu gaplaringizni Dilyarga aytib, uni sizning oldingizda namaqul bo'lishga ko'ndiray. Yo'q, yanga, hargiz uningga boyaqa gaplarim tegichi bo'lmangmi? Bo'lmasa meni yangingizga chiqishtiribsiz deb texim ochiqlab ketadi menga. Zohidaning Shernayga ichi og'irg'incha asta kelib uni bag'riga bosdi. Bu chaqda Shernay texmi qattiq o'ksib yig'lab ketdi. Shernayni quchoqlab turgan Zohida ixtiyorsiz ichida o'z-o'ziga so'zlayotdi. Men gunohkor. Hammani qilganman. Men Shernayni o'zim bir qo'lliq nobud qildim. Men haqiqatan Shernayga yuz kelmayman. U burun shunchalik sho'x, tetik, sabiy bir qizdi. Endi bu bechora qizda nima gunoh? Bu Dilyarmi toza qiz ekan. Uning uchun menga bo'lgan, uning yilqi atalmish muhabbati hatto Shernayning hayotida muhimmidi? Yo'q. Men hargiz bo'ldi qilmayman. Men Dilyarga Shernayning boyqi so'zlarining hammasini aytishim kerak. Endi u kallasini silkiversin. Shernayga selishtirganda mening zodi narim shuncha bo'la yaxshi. U meni o'z gunohiga chetib elib, Shernayning yana bir qitim o'zini nobud qilishga qarab tursak, qat'iy bo'lmaydi. Mubodo Dilyar yana davomli bo'yni qattiqlik qilaveradigan bo'lsa, qani qarab tursin. Men eng shiraqlarga ular topolmaydigan yerlarga ketishim kerak. Shu chaqda yana uning Shernayni yaxshi ko'rmaganini men bir ko'ray. Uyqusi qochgan Zohida
uxlash kiyimi bilan karvatda u yoqdan bu yoqqa o'rilib, zodli uxlayolmayotdi. U pat-pat o'rnidan turib, ansizlik chiqib turgan ko'zlari bilan eshik tarafga qarab qo'yadi. Akşam anglangan yilqi g'oyivona ovozning ta'siridan bo'lsa kerak, bugunmi uni surbesibli turadi. Shunga asta o'rnidan turib, yotig'idan chiqib, past qavatga, oshxona tarafga qarab mangdi. Andin oshxonaga kirib, qaynoq suv qaytisidagi sovutilgan qaynoq suvdan azroq quyib ichdi. Arqadan mehmonxonaning cho'ng zalidan o'tib atganda, ixtiyorsiz mehmonxona uyining udul temiga esig'liq turgan bu bir oila kishilarning Jasur bilan Zohidaning to'yda tushgan cho'ng ramkaga ilingan to'y suratiga ko'z tushib, bu qadrlik surat oldida bu uydan ketishga ko'zi qiymayotgandek birdam qarab turib qoldi. Bo'libmi u Jasurning kulib turgan suratdagi shu qadrlik simosidan zotli ko'zni uzamay qolgan edi. Arqadan o'zimi sezmasdan ich-ichidan qaynayotgan bir xil chunqur ishki azob ta'siridan buqildab shig'lab ketdi. Bu chaqda yon yotoq uydan qo'ldagi gazini tutgan holda chiqayotgan turg'un Zohidaning surat oldida qarab turib, yosh to'kayotganini ko'rib, ichi serilgan holda keliniga ich og'irtib, beshin chayqab qo'ydi ham asta kelinining qishiga keldi. Qizim, bo'ldi chiqoylamang. Elim 2 yildan beri siz to'la yig'lab musholatga qoldingiz. Endi o'zingizni o'ylab qo'ying. Qaynotasining muloyim so'zlari, dadiliq sifatdagi muomalasini ko'rgan Zohida texmi qattiq shig'lab ketdi. Andin bir tarafdan shig'lab turib, yana bir tarafdan qaynotasiga dedi. Dada, men at saharlab bu uydan ayrilish oldida turibman. Şuna hazır Jasurning surati oldida turib, uning bilan xo'shlashayotganimda o'zimni tutolmay qoldim. Sizni basaramjon qilib qo'ydim dedi. Meni kechiring. Nima? Siz at ketmoqchimi? Ne ketsiz? Nima burroq bizni xabarlantirmaysiz qizim? Biz sizga yaxshi qarayamidikmi ya? Yo'q dada. Men opam ishqillardan, Salim Shernaydan pek rozi. Rost. Sizlar Jasur tugab ketgandan keyin izchil meni o'z oilanglarning bir a'zosi qatorida ko'rib keldinglar. Ko'p g'amxo'rlik qildinglar. Holimdan xabar oldinglar. Ammo Jasurning qazosidan keyin 2 yil o'tib ketibdi. Endi men opamning yeniga qaytib, opam ham enimning holdan xabar olay deb o'ylayapman. Lekin bu gaplarni sizlarga qanday deyishimni bilolmay. Shundaqdimi, siz bizni oldin ola xabarlantirsangiz bo'ladi qizim. Qandaqla bo'lmasin 2 yildan beri siz bilan ota-bola bo'lib o'tib, bir qozonning tamoqini yeb keldik. Sizmi bizning bu oilaning bir a'zosi. Mobodo ketmoqchi bo'lsangizmi, biz ishlarni o'z loyig'ida o'rlashtirib, qoida bo'yicha sizga oilamizdan berilgan bir kichik sovg'a salom, pul pichak degandek narsalar bilan istingizni qilib turib, xudlarning qo'liga o'zimiz topshirsak yaxshi bo'ladi. Ammo siz ketaman deyapsiz. Yemitimizga ko'p rahmat. Menga hech qanday sovg'a salomning zarari yo'q. Yılımın 2 yıldan beri sizler köp avar qildi. Zohida gapini deb bo'libla shig'lab tashladi. Zohidaning bu holini ko'rgan turg'un asta kelib, Zohidaning yoshdan yo'llangan chochlarini qayirib turib, dadalachi mehribonlik bilan dedi. Siz burunli bunda qarorga kelib bo'lgan bo'lsangiz bo'pti qizim. Bu sizning uyingiz. Qanday chog'da kelishni xohlasangiz kelib, opingiz ikkimizni ko'rib ketasiz. Chernaymi sizga shunday amroq. Bizim sizni kunni ko'z oldimizda ko'rib tursak, o'g'limiz Jasurni ko'rgandek bo'ladi. Ikkinglar garchi faqat 3 kunlik er-xotin bo'lib o'tgan bo'lsanglarmi, bizmi sizga kunib qolganmiz. Ammo bundan keyin bizni unutib qolmoqchi bo'ling. Qaynotasining yig'layotganligini ko'rgan Zohida endi o'zini kontrol qilolmasdan beshni qaynotasining do'lsiga qo'yib turib, öksüp yig'lab.
Dal mushu chaqda usti qavatdagi yotiqidan chiqib, pastda Zohidaning beshini Turg'unning do'lisiga qo'yib turganini ko'rgan Shernayning ko'zlari chakchaygan holda vaqirab ketdi. Voy bu nemish? Dada, yangi aşkınla nemish qilyapsizlar bu kechida? Qizining vaqirgan ovozini anglagan Maryam darrov shugurib chiqdi. Ay Turg'un, nemish qilyapsiz? Bu kechda nimaga buncha uzoq yo'qab ketadi ekan desam, aslida bizdan yo'shirin bu yerda keliningiz bilan ko'ngil xo'sh qilib ketibdikansizda. Bu nomussizlar. Qaranglar texi, uxlash kiyim bilan. Ha? Kunda voy qizim desa, voy qizim deb paypetak bo'lgan yerda aslida manda bir gap bor deyli. Bu ahonatlarga chidamagan Turg'un oxiri eg'iz ochdi. Ay Maryam, nimandaq gap qilasizlar? Zoida, yo'q. Kelinimiz ati uyga qaytmoqchi ekan. Kech oldida bu qizning ko'ngli yerim bo'lib, bu rasm oldida yig'lab turibdi ekan. Men ko'rib uniga nasihat qilayotgandim. Ha, aslida mundaq gap bor ekanda bu yerda. Ketadigan odam nemishqa opa bo'lgan menga demay, yana kelib uxlaydigan bu kechda qaynotasining mo'risiga beshni qo'yib turib, bizga manqisini iqitib berdi. Qaynoti bilan kelinning bundaq nepis kiyimlar bilan yaqin orliqda turg'ini nima degan nomussiz ish. Qarab turib odamni ko'zga ilmaganlikda bu. Jinim yenge, hamma gunoh menda, bayon nemishqimi sorangda kunda vaqirab qolgandim-a. Tozimi dötganma. Siz opamning gaplari quloq solmang, hamma gunoh menda. Ammo Zohida shu topda Maryamning o'ziga g'azab bilan tikilgan ko'zlari oldida nima deyishni bilmay, ahonatga patgan holda lavlarini mahkam tishlagan peti sirtqa qarab yugurib chiqib ketdi. Buni ko'rgan Shernay yana vaqirdi. Yanga, nega borsiz? Uxlash kiyim bilan chiqib ketyapsiz-ku. To'xtab turing, men boshqa kiyimlaringizni olib chiqib beray. Bo'ldi qilamsa, yo'qmi? U kessin. Vay nega basma? Yo'qolsin. U uyimizda turaversa bir-birlab hammamizning beshiga chiqqidek. Bala qazoning balduroq yo'qolgani yaxshi. Turg'un bilan Maryam bir-biriga ochiq chiroy ochmagan holda nashta qilmoqda edi. Shu topda hech kimning tuzuk nashta qilg'isi kelmayotdi. Shernay dadasi bilan opasining alpozidan qo'rqib, jimli o'ltiradi. Bu chaqda sirtdan Ildan kirib keldi. Ondan hammalarga qarab salom qildi. Tag'a, hada, men sizlardan achamning o'rnida apu so'rg'il keldim. Achamdan olsam, oqshom kichikkin bir xushmazlik yuz beribdi. Aslida acham nima uyga ketaman deb xeldan beri uning beshini og'ritib kelyotdim. Ammo sizlarning dilinglar ranjishdan qo'rqib, o'lmay kelgandi. Endi rost gapni qilsam, sizlar Jasur akam tugab ketgan 2 yildan beri achamni xuddi o'z qizinglardek ko'rib, ko'p ham xo'rlik qilib keldinglar. Uni asırdinglar, uning o'z qizinglardek ko'yindinglar. Biz sizlarning bu yaxshiliklarni umr bo'yi unutmaymiz. Agar qo'shilsanglar, men achamning kiyim-kechaklarini elib ketsam bo'pti-ku. Ma'qul. Shernay sizga kelinimizning kiyimlarini achiq chiqasin. Yuring, men sizni yengamning yotiqiga boshlab chiqay. Zumratda ko'l suyi davolg'ib turadi. Atrofdagi yeshilliklar, gullar kishiga bir xil orom baxsh etadi. Shu havoliq ko'l bo'yida Zohida xiyol surgash, asta qadamlar bilan mengib ketyapti. Jiroqdan Ildan yetib keldi. Acha, hijratga ishlarim am tugdi. Seni uzoq saqlab qo'ymagandim-a? Ba'zi gaplarni opamning endi deyish afsuskan ukam. Shung seni bog'chada ko'rishaylik degandim. Shunday qilib, mening Shanxayga mangdigan vaqtimga faqat 3 kun vaqt qoldi. Men qara Ildan, sen men uchun oilamizning ig'irchiligini ko'p tatding. Yana opamni sen tashlab qo'ydigan bo'ldim. Ochang turib, sanglib yo'linib kelyaptimi? Undaq dema acha. Lekin sen xotirjam bo'l. Opamning oldin o'zim yashqara olma. Sen bo'lsan xotirjam bo'lib o'qishni yaxshi o'qisang bo'ldi. Pulon qolmas darhol men xabar qila. Ma'qul amsa. Ishlar shundoq bo'lsin. Hozir sen oldirsan qaytayva. Men birdan bog'cha aylanib, ondan qaytay. Burun Jasur ikkimiz doim bu bog'chaga kelardik. Ma'qul acha, ma'qul. Ammo senmi bak vaqt qilma.
Öksürek qaytib kelasa. Сәпәр сумкасını көтергән Заһидә белән Илдан кишләр топы арасында көзгә чилкатты. Улар мулазимат супста рәсмиятләрне бежергәндән кин тәкъшүриш орныга карап маңды. Дәл мушы вакытта қолда bir дәсте гүл көтергән Шернай жирақтан жүгірәп келді. Yenge, siz tozum əzikənsiz. Xildən beri sizni köygüm gelib, baya Ildanğa telefon qılsam, açan bir saatdan keyin aeroplan bilan Şanxayga uçudu deydi. Şundaq ko'nglim yerim bo'ldi. Nimishqa men bilan bostum xo'shlashib mangmaysiz? Menda rostla ranjib qoldingizmi ya? Undaq emas Şernay. Men Şanxayga berib bo'lgandan keyin andan biraqla sizga telefon qilay deb o'ylagandim. Xafa bo'lma. Men sizdan nimishqa ranjib yurgidekman? Yılq günü akşam qılğan əskilikim üçün meni keçirin yenge. Əvvəldən qarğanda maşın vaqası uçurğandan keyin rastlı kalamdan çataq çıqa oxşaydı. Dadam işkanlar suratga qarab ko'ngillarni yerim bo'lib turgandimi? Nimishqa buni so'rangdek vaqirab ketgandim men. Dadamning ahvolini tushuntirgandan keyin ondan o'zimni xato qilganligini his qildim. Endi siz Şanxayga mangmay davatsiz. Qarğan siz mening to'yimga qatnashammoq deysiz, ha? Shundaq Şernay. Mening bu sizning to'y qilgan chaqdagi shu go'zal turqingizni bakli ko'ygim bor. Biroq meni kechiring singlim. Endi sizning to'yingizga qatnashib, Dilyar ikkinlar chin ko'ngildan baxt tilaydigan bunday fursat menga kelmaydigan o'xshaydi. Ammo siz menga to'y suratlaringizni cho'qim yo'llab bering-jumu. Yillik kundagi ishga kelsak, sizmi qasdan vaqirmagan tursangiz, men sizdan hargiz ranjimayman. Amsa yenge, bu gül sizga sungan yo'liqim bo'lib qolsin. Bizni unutib qalmang, pat-pat telefon qilib turing ha. Haras yenge, siz hozir qachonroq qaytib kelmoqchi bo'lyapsiz? Hozirgi planimda o'qishimni bitirgandan keyin qaytib kelmay Şanxayda qolib qolishni o'ylashyapman. Zahida shundaq deb turganda mulozimat subs tarafdan Şanxayga uchadigan aeroplanning hozir uchish oldida turayotganligi haqida xabar berildi. Zahida Şernay va enisi Ildan bilan quchoqlashib turib xo'shlashdi. Uzun qolmay ko'kda g'aqirab ushgan aeroplan go'zal Urumchining qavat-qavat egiz binolari ustidan ko'tarilib, osmon bo'shlig'ida uchib, bara-bara shiraqlashib ketdi. o'n yettinchi qism oxirlashdi. Abdori Marim Saqurban. Ovoz rejissyori Gülara Sadir. o'n sakkizinchi qism. Mehmonxona uyidagi sofada Dilyar bilan Şernay so'rin chiroy holatida o'ltirishgan edi. Dilyar qo'ldagi qaysidir bir kitobga qarab o'ltirgan bo'lib, uning ruhi tushkun ko'rinadi. Şernay bo'lsa qo'ldagi telefonga qarab o'ltiradi. Bu chaqda Şernayning telefoniga uchur kelgan signal berildi. Buni ko'rib, Şernayning gulqaqalari echilgan holda so'zlab ketdi. "Pah, nima degan yaxshi, yatmoq so'z qoldiribdi. Dilyar, xalisan sizga o'qib beraymi?" O degan sizga qoldirgan so'z tursa, men o'qib berib nima qiladingiz? Siz tozimi qiziqkansizmi? Men degan sizning to'y qilish oldidagi loyiqingiz tursam, boshqa yotug'lar menga nima gap qilganga ajaba qiziqmamsiz? Uni bilib nima qilay? Sizlar ikkinlar bir maktabning o'quvchilari, qiz-o'g'illarning savoqdoshlik munosabatida aloqalashib o'tadigan ishlar normal bo'lib, uning men nima deb aralashaman? Mubada bu so'zning mazmuni alohida bo'lib qolsa-mu, siz yana e'ron qilmaydi ekansiz-da? Qandoq alohida mazmunli so'zgan u? Shunga deyman emasmi? Ish qilib men sizga o'qib beray, bir anglab beqing. Şernay, men sizni shunchalik sevgandim. Shu topda yaningizga uchib borgandek bo'lyapman. Oxiri Bejingdagi kasbiy salohiyat darajasini bekitish o'tganlarini to'liq o'tib bo'ldim. Yaqinda Urumchiga qaytaman. Siz bilan ko'rishni o'ylasam, shu topda shunchalik hayajonlanib ketib borman. Mening sizga bo'lgan ko'nglim va aqidam menga o'zgarmaydi. Men sizni bir umr kutishga rozi. Sizni chin dildan yaxshi ko'radigan yigitingiz Riyad. Şernay uchurning mazmunini, so'zlarini aniq qilib o'qidi. Bu so'zlarni anglayotgan Dilyar hayron bo'lgandan qetibli qoldi. Şernay, sizning bu so'zni menga o'qib berishdan maqsadingiz nima?
Bu yerda ishkanlarning zot qanday munosabati bor? Meni qasdan ahmoq qilyapsiz ya. Yo'q, sizni hargiz ahmoq qilish niyatim yo'q. Ammo men shuningga ishonman, Riyod meni haqiqiy yaxshi ko'rdi. Uning menga bo'lgan aqidasidan turib o'z ko'rib qoldiganligiga ishonmayman. Menimcha u yigit toza bo'ldigan bola, hech bo'lmaganda boshqalarga o'xshash samonning tagidan suv yugurtib yurmaydi. Boshqalar? Siz bu gapni zot kimga qaratyapsiz? Hayajonlanmang jinim Dilyar. Men texsiga bir narsa dedim-ku. Chiroyingiz birdan tatirib, qarang, bichor qo'lingiz titrab o'tdi. Mening sizning Zaydaning xabarini olgangiz kelyapti deyman. Mani qarang, lekin Zaydaning ismi chiqib bo'lguncha hayajonlanib ketyapsiz. Hozir ikkimiz yolg'iz bo'lgandan keyin bu yerda Riyodning gapini qo'yib turib, Zaydaxon qiz to'g'rilib qarangishayli. Haras, jinim Dilyar. Siz texchining Shanxayga ketganini bilmaysiz-ku deyman. O bichor qiz rostlanib menga qaytib kelamasmiki? Aniqroqini aytsam, ishkanlarning she'rini xiyoliy amdi kupik aylandi. Endi uningdan umdingizni uzmay amalingiz yo'q. Şernay shundoq deb bo'lib, masxir qilib, qaqoqlab kulib tashladi. Bu gaplarni anglayotgan Dilyar birdanla cho'chib ketdi. Bu sizning nima deganingiz? Bo'ldi Dilyar jinim, siz bunchalik hayajonlanmang. Mening nima demoqchi bo'lganim ko'nglingizga besh qoldik ayongo deyman. Ta bugungacha sizning ay suyimli Saydaxon qizni shunchalik yaxshi ko'rganligingizni men bilmay qolgan bo'lsam, undaqda men bu jahondagi birinchi darajalik deb bo'lib qolmamdiman. Shu narsani bir umr unutmayman qarang. Shu chaqda ishqinlar birlashib meni yetkichi buzaq qilgandinglar. Siz nima deyapsiz? U chaqda siz tayinliq siz u chaqda xotiringizni yo'qotgan emasmidingiz deb so'ramamsiz. Shundaq, men u chaqda hargiz xotiramni yo'qotganim yo'q. Aksicha kallam shundaq saygik. Men shu vaqtda qasdan xotiramni yo'qotgan qiyofatga kirolmagan bo'lsam, o'yinning hozirgidek qiziq chiqmaydi. Ishqinlarni buncha tez mag'lub qilolmaydim. Men aslida sizni bir poqiz deb qaraydim. Amaliyotda nima ammo deysiz? Ammo nima desam to'g'ri bo'larmikin? Men ayni vaqtda shunchalik pok sabiy qiz edim. Sizni ayni vaqtda shunchalik yaxshi ko'ratdim. Ko'nglimdagi bu so'zlarni hatto men Zaydaxon qizim aytgan. Uningdan hech qanday sirlarimni yushirmagan. Ammo hidigar turki meningdan sizning telefon nomeringizni so'rab oldi. Uningdan keyin uchrashmoqchi bo'lgan qahvaxonaning o'rnini bilib oldi. Arqadan sizni ozdirdi. Ondan meni mashinchaxoning ostida qoldirib, sizni mendan tortmoqchi bo'ldi. Undoq emas. U undoq qilmadi. Bo'ldi bas. Mayli qanday bo'lsin, men uchun baribir. Endi men bu rost gap qilay. O chaqda men dal sizni qahvaxonaga chaqirgan chegimda sizga ko'nglimning yo'qligini aytmoqchi bo'lganimni anglagan Zoida texmon undoq qilmang. Shernay sizni bek yaxshi ko'rdi. Uni azoblamang degan so'zlarni deyish uchun mening telefon nomerimni ham qahvaxonaning o'rnini so'ragan. Ammo siz berishdan burun u joyga yetib berib, menga yelinib yolvordi. O'zining meni qilchilik yaxshi ko'rmaydiganligini, sizni azoblamasligimni, sizning muhabbatingizni qabul qilishimni qayta o'tinib turgandi. Ammo vaqt qis bo'lgach, u shunchalik so'zlayoldi. Uning meni ozdirgani yo'q. U butunlay siz tarafda turib, menga ko'p nasihatlarni qilib ketdi. Endi qanday qilay? Bu so'zlaringizni anglab ta'sirlanganimdan ko'z yoshlarim taramlab iqitib bordi hozir. Men Zaydaxon qizim bundoq karamati borligini baldirli bilmabdiman desam, texme yaxshi ko'rishingizni yig'lab turib uningdan o'tingan. Hay, nima degan ta'sirli hikoyalar bu? Nima degan oliyjanob qiz-a u? Xuddi bu turmush sahnasidagi ulug' bir obrazni ko'rgandek ta'sirotga kelyapman hozir. Shundaymi emasmi? O faqat mo'l muzikchilik iqtidoriga ega bo'lib qolmay, balki rostla bir o'yin qo'yish mahoratiga ega aktyor. Shuningcha u akamning jinni elib jangalda qo'ygan. Endi bo'ldi qilamsiz yo'q. Deydiganimni deb oldingiz, qaqshaydiganimni qaqshab oldingiz. Yo'q, Dilyar apandim, siz xatolashyapsiz. Men taqdaydiganim to'liq deb bo'lmadim. To'g'ri, siz beni datladingiz deyapsiz. Mening shunday qilmay ilojim qancha? Albatta, mening mudatlashga haqqim bor. Bildingizmi shuni? Men dal sizlar ishqinlarning yo meni suyimli yengam Zaydaxon qiz bilan sizdek bir shallaq yigit Dilyarni datlayapman. Shernay, siz odam nima demoqchi? Men sizga endi rost gap qilaymi? Sizning yilqichada qahvaxona menga degan, meni haqiqiy yaxshi ko'rdiganim bor, u faqat Zayda degan gaplaringizni anglab qarang. Ayni vaqt xuddi osmon o'rilib tushgandek bo'lib ketgandim. Yilqi vaqtda qahvaxona Zayda ishqinlarning birlashib olib,
Meni bunchalar qiynaydiganligingizni faqat xiyolim keltirmabdi ekanman. Men sizdan nafratlanaman Dilyar. Zoida degan sho'rpishdandanmi nafratlanaman. O akamning beshiga chiqqan shumtalay, orqadan o mening beshimga chiqdi. Helg'o, yaxshilikning ko'zi bor ekan, men sizlarning qasdinglardan yelim omon qoldim. Chidig'isiz og'ir qazo tortayotgan doktorxonadagi vaqtlarimdamichu, doktorxonadan chiqqan chuqum ikkingdan uchimni olma degandim. Shu vaqtlarda ajabda bir hamoqat ekanman to'q. Jonda xuddi yaxshi yigitlarni sizliq qolganda qilib ketibdi ekanman, tepilmas odamdek. Biroq nimel degan bilan ko'nglim shunchalik pok bo'lg'ini, sizni haqiqatan bek yaxshi ko'rganim uchun iliq ajalli gaplaringiz menga bek ig'ir kelib ketib, shu mashinaning oldida o'zim tashladim. Kim bilsin, texiydigan rizqim bor ekan, shu omon qoldim. Aqbat qandoq bo'ldi deb so'ramamsiz. Beshimga kelgan bu kulpatlar oldida men bir oz aqlli bo'lishga tirishdim. Sizlarning men ko'rsatgan azobinglarni do'rab, sizlardan o'ch olmoqchi bo'ldim. Uçqini desam qarang. Unda qazonga mundaqchimish o'yin o'ynash qaroriga keldim. Qandaq Dilyar apandim? Ancha-muncha burnimning ostiga non yeyishni bilaman ekanman ya. Demak, siz hiliq chaqda xotiringizni yolg'onda yo'qotib ekansiz-da. Dedim-ku, yaxshilikning ko'zi bor ekan deb. O chaqda men qasdan xotirimni yo'qotgan qiyofat kirolmagan bo'lsam-chu, bugünkidek ishkonglarning o'yinini buncha puxatni chiqib ko'rolmaydim. Endi ishkonglarni ayirib o'tish maqsadimga yetamagan bo'latdim. Siz nima deysiz? Zoidani siz nega vatatdingiz? Aslida uni xildan beri uchratmagan edim. Bu aslida sizning o'yiningiz ekanda. Aytga, Zoida hozir nada? U nega ketdi? Aldirmang Dilyar apandim. Men sizga bir so'zlab beray. O'yinning qiziqi tex oldimizda. Mayli qachaqda doktorxonada yetib, sizlar ishkinglardan qanday o'chilish haqida o'yinlab bo'lgan. Yaxshiroq planlarni tuzib qo'ygandim. Her amallarni qilib Zoida xonimni uyimizdan qovlatish niyatiga keldim. Shunlash qasdan akamning ovozini do'rab Zoidani qo'rqitdim. Shuning bilan dadam bilan ikkisi oilamiz buncha o'p tushgan suratni ko'rib o'taganda, yana qasdan vaqirab opamni chaqirib chiqdim. Dadam bilan opamning o'tirsida attal-jidal paydo qilib, Zoidaning bu uyimizda davomli turaverishini to'sdim. Demak, mushsul orqali men uni uyimizdan qo'g'lab chiqardim. Shunda qilib men muoqat maqsadiga yetdim. Bunun qiziqi shuki, yiliq Zoida degani texi o'zichi men bilan buningdagi baxtli o'tishimiz uchun o'zini qurbon qilib, o'zini yiroqqa elib ketib, o'zichi ikkimiz uchun oliyjanoblik qildi. Başta siz mi dediniz-ku, o sizden meni yaxshi ko'rishingiz o'tilib bakli yolvorib ketibdimish ekan. Barakallah, Zoida xon qizning aqli fikriga, oliy tilaklarga. Shuni bir umr qaytib kelmaslik uchun Shohaga yo'lga soldim. Bu yerdan o'zil kesal yo'qoldi. Qanday Dilyar apandim? Hozir hissiyotingizni anglab baqsam bo'lamdi? Siz nega niyatlamoqsiz? O kuni Zoida qirqvaqinga men aslında qilmasligimni o'tinish uchun Altayda yolg'il bo'lgandi. Onun sizni she'rni intayin sadda, ahko'ngil qiz, uni azoblamang, uni baxtli qiling deb menga ko'p yolg'irganligini, bundaq o'z xohishingiz bo'yicha qolgancha haqorat qilsangiz bo'lmaydi. Siz bo'lsangiz uni butunlay xato tushunyapsiz. Qaysiz xatolashmayapsiz Dilyar apandim? Bundaq gaplarni deydigan ajab o'zingiz qizzamaydi ekan sizning. Yiliq xotin bilan ishkanglar bir bo'lib, qasdan o'yin o'ynab, mendek bir bechorani xalqancha ahmoq etib, mening hayotim bilan o'ynashsanglar bo'ldi ekan u. Ajab men sizlarni bir jonliq etib o'yin o'ynasam bo'lmamdi ekan. Acaba siz agarga qochib donay to'qmaq degan maqoldan sizni anglab baxmaganman? Siz rostli sarang bo'lsiz. Sizning xotiringiz asli kelgani butunlay yolg'on ekan. Mubada siz haqiqatan saq bo'lgan bo'lsangiz, yaxshi yomonni oq bilan qorni biroz bo'lsin farq qilgan bo'lardingiz. Ammo siz hozir faqat o'zingiznikini rostlaydigan toz joyinlar birisi bo'lsiz. Aytma, endi siz zodni nima qilmoqchi? Rostlaysiz Dilyar apandim. Men endi zodni nima qilmoqchi-ya? O'ylab baqsam sizning oldiga uchimni ap bo'ptiman. Zoida deganni yiroqlab, qo'g'lab bo'ptiman. Endi zod nima qilsam bilan? Rost gapimni qilsam, men uchun sizning hech bir keragingiz qolmadi. Men vafosizlikni bek o'ch ko'rmay qarang. Siz meni yaxshi ko'rmagan yerda men sizdek bir quruq so'latbak zonni nima ish qilma. Cho'nglarcho isingning borida itikingni yop deb nihoyatim to'g'ri debdikan. Hozir qarsam, men eng oxirgi planim bo'yicha vazifamni ado qilib bo'ptiman. Düşmanlarımdan aldığan endimnim ət bopdiman. Baya anladığınızga, Riyad degan yigit men izchil chin ko'ngilda yaxshi ko'rib kelayotidu. U menga aqida bog'layotidu. Men izchil nafratlanadigan odamim zodikin bilamsiz. Men aqidasiz, maydonsiz, tuturuqsiz o'g'illar bilan faqat xo'sham yo'q. Siz bo'lsangiz-chu dal ashundaq tipdan.
Qarang, Riyad degan yigitning muchu sizni hech bir qilishqichiligi yo'q. Men yaxshi ko'rsam nima ish qilib bo'lmoqdek. O degan rejissyorlik kasbida qolgan. Hozir Urumchida bu kasbning jamiyatga ehtiyoji intayin kuchli. Yaqinda texi o bir yangi film ishlamoqchi. Balkim bu filmda men bosh rol olib qilishim mumkin. Mening baxtli hayotim tex oldimizda o'xshaydi qaraganda. Siz bo'lsangiz hamda jamiyatdagi bir tashlandiq axlatda yuradigan o'xshaysiz. Am sizni ko'rak ko'zim yo'q. Shu tapning o'zida sizni bo'yni qo'g'lab chiqirman. Siz ketin bo'ldi. Mening ham sizdek nafratli insonni ikkinchilab ko'rgim yo'q. Darhol ko'zimda yo'qoling. Şernayning bu alfozini ko'rgan Dilyar darrov o'rnidan turib, jiddiy chamdab uydan chiqib ketdi. Ammo Dilyar ketgandan keyin Şernay o'zini sofaga tashlab, hasrat bilan yig'lab tashladi. Aeroportning kutish zali avvalgidek qaynam tashqinliqqa cho'milgan bo'lib, safarga chiqish oldida turib-atgan va yoki safardan qaytgan yo'lovchilar safar tayyorliklari uchun aldirash yurishadi. Bu chaqda Şernay bilan uning do'sti Subinur aeroplan orqali Beyjingdan Urumchiga qaytib-atgan Riyadni kutib olish uchun aerodromning yo'lovchilar kutish zalida uni saqlab turadi. Aradan uzoq o'tmay Riyad chaqqanligini chamadonni ko'targunicha yo'lovchilar orasida paydo bo'ldi-da, zalda o'zini kutib turgan ikki qizni ko'rib, xushal holda ularga qarab qo'l pulanlatdi. Yaxshi qilsan Riyad, bo'lmasa biz cho'nglardan tortinib, sening oldinga chiqishga petni olaydiqmi? Şernay, hozir salomatligingiz qanaqroq? Endi butunlay saqayib ketgansiz? Ha, hozir saqayib ketdim, hozir chatoq yo'q. Usulni shundoq bemalol o'ynayman. Mani qarmamsiz bu sho'x taychoqning turqiga. Burunqidan yaxshi bo'lib ketibdi emasmi? Uchaylan taksi ichida xushal kulishib kelmoqda. Pa, Urumchi burunqidan nechasi go'zallashib ketibdi emasmi? Bizning rayon taraflarga yutib beqina, o taraflarda o'zgarish texnik cho'ng bo'lib ketdi. Konu pakar qavatli uylar chiqilib, hozir shahar manzarasi texnik go'zallashib ketyapti. Voy, ma'ushkanlar ajoyib qiziq ekansizlar-chi-mi? Xuddi hukumatning cho'ng ishlariga bir sizlarni boshqa turdigandek. Riyad shuncha vaqtdan beri endi ara bir qaytib kelsa, boshqa temani so'zlaysa bo'lmamdi. Masalan, ishkanlarning qaynoq muhabbati va yak to'yishinglar degandek. Voy baba, albatta bu temani so'zlash kerak. Aras qizlar, amsi bugun kech yaxshi bir joyda obdan tomoq yeyli, undan keyingi planlar haqida so'zlashayli. Sizlar qandoq? Yo'q, men boramayman. Ham intayin muhim bir ishim bor. Ara bir ko'rishgani sizlar ishkanlar yaxshi paranglashinglar bo'ldi. G'iza shaharchisi intayin qaynoq edi. Yiqimliq muzikalar anglanib turadi. Atrofdan yosh qiz-yigitlarning xushal kulki sadolari anglanib turadi. Shu yoshlar qatorida Riyad bilan Şernay bir-biriga xush tabassum qilganicha bir tarafdan tomoq yegash, yana bir tarafdan paranglashib o'tiradi. Sizni mashina vaqasiga uchrabdi deb anglab intayin azoblandim. Shu chog'larda men yiningizda bo'lolmadim. Meni kechiring. Rahmat sizga Riyad, telefon qilib ahvolimni so'rab turdingiz. Mushuning o'zi yetarlik. Şernay, endi bir gapni sizga demsam bo'lmadi. Bizning uydagilar to'yingni qilmasang zodi bo'lmaydi deb bak oldirtib ketib bordi. Meningcha bizning cho'nglarning sizlarning uydagilar bilan ko'rishib, aniq bir vaqtni nishonlab chiqsa bo'larmikan deyman. Mushuna qilsak sizcha bo'larmi? O işte men yana sizning ig'izingiz qarayman-jimi? Bo'pti, siz nima so'ngchi bo'lsin? Bu gapdan xush bo'lib ketgan Riyad yanchug'idan qimmat baholiq bir uzuk qutisini chiqarib, eg'izni ochdi. Ondan uning ichidan paqirab turgan chiroyliqqina bir uzukni chiqarib, Şernayning barmoqlaridan tutib turib, uzukni qizning qo'liga silib qo'ydi. Ondan Şernayning ko'zlariga cho'nqur mehr bilan tikildi. Men sizni bir umr qadrlab o'taman. Menga ishoning. Bu ta'sirlik so'zlardan hayajonlangan Şernaymu ko'zlariga liqqida yosh og'inicha asta eg'iz ochdi. Men sizga bir umr aqida bog'layman. Bu chaqda G'iza shaharchisiga tomoq yeyish uchun kirgan Ildan tuyuqsiz bu ikkisining intayin romantik tusda bir-biriga talmirib o'ltirgan qiyofatini ko'rib hayronlik qoldi. Ko'rkam ham hayvatlik ko'rik ustida ikki kishi ketib boradi. Shundoq qilib Şernaylarni aldabdi-da. Men u qizni undoq qildi deb faqat o'ylamabdi ekanman. Shundoq. U o'z maqsadiga yetish uchun nurg'un o'yinlarni o'ynab chiqibdi. Men Zoidaning shaqaga ketganligini shuning eg'izidan og'ildim. Qandoqli bo'lsin, ocham oxir yallam to'g'ri qaror chiqadi. U aslida mushundoq sistemlik o'rganmas bo'lmaydi. Haras,
Men bir necha kun burun yana an yo'ldagi oliy g'izo shaharchasiga tomoq yeyib kirgandim. Men shu yerda Riyad bilan Shernani ko'rib qoldim. Ammo u kismini ko'rmadi. Ular shundoq qizg'in parangiz etibdi. Menimcha ular muhabbatlashayotganda qildi. Riyad shu chaq Shernani qo'liga uzuk taqab etibdi-ki, ahvoldan qaraganda ular to'y qilishga bitishganda qildi. Shundoq. Men Shernayning to'y bag'ini topshirib oldim. Qaramamsiz, bu qiz birinchi bo'lib bag'oqni menga avatibdi. Oldimizga mush shanba kuni to'y ma'rikasini o'tkazgan bo'pti. Ularning shundoq deyishayotganda yenidan bir mashina o'tib qoldi. Ondan mashinadan Baxtiyor beshin chiqarib ularga qarab vaqirdi. "Ay, Eldon, chopsan bo'linglar. Tez mashinama chiqinglar. Tez bo'linglar. Bu yo'lda mashina to'xtashga bo'lmaydi. Mashina için so'zlashaylik." Siz bo'londilar apandim. O bizning do'stimiz, bizni chaqiratdi. Bugun ma'rika zali alohida qaynam tashqinliqqa cho'milgan bo'lib, bugun bu yerda Riyod bilan Shernayning to'y ma'rikasi o'tkazilmoqchi edi. Ustallarda liqqida o'ltirgan mehmonlar xushal-xo'ram holda to'y tamoqlariga daxil bo'lmoqda edi. Mehmonlar orasida alohida yasnib olgan Maryam ustallarni aralab hammaylarni pat-pat tamoq taklif qilib turadi. Bir tarafdan naqshi usullar avjiga chiqib, to'y xushalligi yuqori pallaga ko'tarilgan edi. Qizlar orasida oppoq to'y ko'ynagi ichida o'ltirgan Shernay bugun shunchalik go'zal bo'lib ketgan bo'lib, uning nepiz, oppoq chumparda ichidagi chiroyidan baxt jilvasi parlab turadi. Oliy g'izo shaharchasining ichidagi bir ustalda Baxtiyor bilan Dilyor so'zlashib o'ltiradi. Jasur mening eng yaqin do'stim edi. Biz uzundan beri korxona hamkorligida bo'lib kelgan edik. Biroq u do'stimning umri qisqa kelib qoldi. Men bu bir mezgilda bakla oldirish bo'lib ketdim. Shunga Zaydaning ahvolidan xabar topa olmadim. Biroq necha kun ilgari Eldon sizlarning o'tiringlarda yuz bergan bahorlik ishlarni so'zlab berdi. Rostini aytganda, Zayda ikkinlarning beshiga xiyli qattiq kunlar kelgan o'xshaydi. Ammo men yana sizga desam Dilyor, Zayda haqiqatan bir o'nglik qiz. Meni siz amni ikkilanma. Siz uchun men yana 5 kundan keyin Shanxayga uchadigan aeroplan biletini olib qo'ydim. Bu vaqt sizning to'liq tayyorlik qilishingizga yetib boshidi. Siz hamda darhol Zaydaning qishig'i bering. Amni ikkilanmang. Yigit degan cho'qim o'zi yaxshi ko'rgan qizning peshini chang tutish kerak. Men do'stim Jasurning o'rinda ma'qullik bildiraman. Mening o do'stim bak oq ko'ngil yigit edi. Uning ro'yining Zayda ikkinlarning baxtli bo'lishinglar uchun raziliq berdig'iniga men ishonaman. Siz Zaydani cho'qim baxtli qiling. Sizlar Shanxayda turib, o'zingizning qobiliyatini texnik mukammallashtirib, bizning Xinjiangning mungluq naqshi musiqalarini mamlakatimizga tarqatinglar. Baxtiyor shundoq degunicha aeroplan biletini chiqarib Dilyorning oldiga qo'ydi. Buningdan xushal bo'lib ketgan Dilyor hayajon bilan og'iz ochdi. Sizga ko'p rahmat Baxtiyor apandim. Siz dal mening qalbimga so'zlarni qildingiz. Mening aslida Patarda Zaydani izlab berish planim bor. Men sizning mening orzuyimni reallikka aylantirgan bu qimmatli qalbingizdan bakli suyundim. Bundan keyin siz mening eng yaqin do'stim. Bugun Dilyorni uzatishga chiqqanlar orasida Baxtiyor, Eldon ham Shoh musiqa atritining a'zolaridan bir qanchalar bor bo'lib, Dilyor yendigi barliq do'stlar bilan quchoqlashib xo'shlashgandan keyin aeroportning bexatarlik tekshirish eshigidan kirib ketdi. Aerodromdan egizga qarab ushgan aeroplan mungluq naqsh sadosi ichida ko'k ara uchib bar-bar shirilib birinchi bölüm oxirlashdi. Abdori Marim Soqurban. Ovoz rejissyori Gülar Asadir. Ovoz olg'uvchi Dilnur Muhammad.